Toy saharlab uyg'otar nuri, tabiat eshigini ochib aralar, uzoq ufqlarni ko'zlab shuuri, olam go'zalligi va mislari. Assalom quyosh, gullarda shabnam tovlanib o'ynar, qushlar yangi kun qo'shig'in kuylar, chorlaydi do'stlarim bizni olqishlar, doim qarshilaydi jonajon maskan. Assalom maktab, doim qarshilaydi jonajon maskan. Assalom maktab. Kel do'stim, kela qol bizning davraga. Katta tanaffus bu, katta futbol. Shodonlik doimo sherikdir bizga. Yakdillik bo'ladi, bo'lsa ham ishonch. Axir bizlarda bor haqiqiy tuyg'u. Shuni bo'yiz ko'rmaysiz mutlaqo qayg'u. Shodlikka cheki yo'q, xuddi siz tomon. Kel do'stim keladi, endi biz tomon. Bundalik bayrog'ini ko'tarib yursak, deymiz sizga rahmat, yashasin hayot. Bir, ikki, uch, motor berib yuboring. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Bolaligini sog'inganlar, maktab davrini qo'msayotganlar, siz kutgan, siz sevgan o'sha mashhur katta tanaffus ko'rsatuvi yana efirda. Bugun siz bilan biz yoshlik davrlariga qaytamiz, maktab chog'larini eslaymiz. Eng zo'r suhbatlar, davramizni qizdiradigan o'sha zo'r o'yinlar o'ynaymiz. Chunki studiyamizga o'sha shaddod, quvnoq estrada xonandalari tashrif buyurishgan. Kelinglar, ishtirokchilarimizni birma-bir taklif qilamiz. Birinchi ishtirokchimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Sayyora Qoziyeva. Keling Sayyora aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Studiyamizga bugun bolalik chog'larini eslaymiz, maktab paytlarini eslaymiz. Yana-ya. Ha. Qanday Siz yaxshi. o'sha mashhur qo'shig'ingiz bor, yoshlik degan. Shu qo'shig'ingizni ko'pchilik tinglasa ko'ziga yosh keladi, chunki o'sha bolaligini, maktabini eslaydi, sinfdoshlarini eslaydi. Bitta savol bersam maylimi? Mayli. Nechinchi sinfda ashula aytishni boshlagansiz? Men o'zi ashula aytishni 8 yoshimda boshlaganman. Ikkinchi sinf bo'lgansiz taxminan. Ikkinchi sinf bo'lganman, sahnalarga chiqqanman. Hamma o'sha ko'rik tanlovlarga o'sha maktabimni obro'sini, orini olish uchun men doim yutib berganman, olib berganman. Demak, maktab tilida aytganda aktivniy zalni bo'shatmagan ekansiz. Albatta. Bayramlarda aktiv bo'lgansiz, faol. Yashamagan. Yashang. Ana endi keyingi ishtirokchilarni taklif qilamiz. Siz menimcha komanda kapitani bo'lasiz. Bilmadim, Marhamat. ko'ramiz. Joyingizga Joyimiz bu yoqda. Sizlarning joyingiz bu yoq tomonda. Ana endi keyingi ishtirokchimiz Xorazmni erkak qizi, erkak xonandamiz Iroda Iskandarova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Iroda aka, xush kelibsiz. Bugun katta tanaffus ko'rsatuvi. Katta tanaffuslarda chiqqanmisiz tashqarilarga, sinfdan? Albatta, bu hammaga tekin kasallik. Katta tanaffusni hamma kutardi, chunki hamma ovqatlanishga shoshardi. Maktabda o'sha eslayman, yoshligimizda o'sha 5 so'mdan nimalar bo'lardi, pryaniki deydi. Srazu endi men rus maktabda o'qiganman, darrov yugurardik, hamma qator turardik-da, hamma kimdir choy, sladkiy choy deydi, choy bilan men o'sha pryanikini yaxshi ko'rardim. O'shaning uchun ham har kuni katta tanaffus kutardim. To'g'risi. Iroda opa, maktab paytlarida sizga o'sha sevgi xatlari kelganmi? Faqat to'g'risini ayting. To'g'risini aytaymi? Men o'zi shu 5-sinfdan san'atga chiqa boshlaganman onam bilan. Keyin shu 6-7 sinfdan boshlangan. Nafaqat u xat, telefon tinmagan. Endi u payti bunaqa telefonlar yo'q. Uy домашний telefon tinmasdi. Oxiri kechqurunlari nimadan olib qo'yardik. Shunaqa ko'p bo'lgan, to'g'risini aytaman. Yashang. Juda ko'p bo'lgan. Joyingizni egallang. Rahmat. Marhamat, ana endi keyingi ishtirokchimizni taklif qilamiz. Ustoz san'atkor, chiroyli va ajoyib san'atkorimiz
Mohira Asadova. Keling, Mohira aka, keling. Xuddi shu darsdan qochib ketgandek yozsiz. Qarang. Assalomu alaykum Mohira aka, xush kelibsiz, salomatmisiz? Rahmat. Bugun mana katta tanaffus, bugun maktab paytlarini eslaymiz. Xudo xolasa. Endi maktab paytida eng sizga yoqadigan fan qaysi bo'lgan? Eng yoqmaydigani qaysi biri bo'lgan? Bilasizmi, men a'lo baholarga o'qiganman. Deyarli hamma fanlarni yaxshi ko'rardim, chunki to'g'ri olish men uchun bir musibat bo'lgan. O'shaning uchun hamma fanlarga faqat 5 ga o'qiganman. Shuning uchun bu fandan ajratsam, menimcha hozir ekran ortida o'tirgan ustozlarim ham xafa bo'lishi mumkin. Chunki hamma fanlarni yaxshi ko'rganman. Demak, hamma fanga mehr bildirib, mazza qilib o'qigansiz. Ana joyiza egallaysiz. Keyingi ishtirokchimiz dangal qizimiz, oq atirgullarni doim sevadigan qizimiz Umida Mirhamidova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling, Umida aka, salomatmisiz, yaxshimisiz? Katta qiz bo'lasizmi? Katta qiz bo'lib ketdim, qarang. Endi sizni bu sho'xligingizdan men bitta savol beraman. Xo'p. Endi bolalar darsdan qochadi. Siz ham qochganmisiz? To'g'risini ayting, qizlar ham qochgan-ku. Bo'lgan, aynan o'sha darsni o'qimaslik uchun emas, shunaqa bir muhim voqealar bo'lardi. Iloji boricha o'sha joyga borishimiz kerak bo'lgan paytda darsdan qochganmiz, lekin unaqa ko'p bo'lmagan. Biz darslarimizni yaxshi ko'rardik. Bizning maktabda darslar zo'r o'tilardi, ustozlar zo'r bo'lardi. Iloji bo'lsa, shu darslarni qoldirmasdan o'tishga harakat qilardik. Agar mabodo ustozlarimiz kasal bo'lib qolib, shu dars bo'lmaydigan bo'lib, ustoz kelmabdi, bugun dars bo'lmas ekan desa, shu darsdan chiqib, darslar tugagandan keyin ustozni borib ko'rib kelardik. Shunaqa darajada bo'lganmiz. Yashang, salomat bo'ling. Bugun shu davrlarga ozgina bo'lsa ham qaytamiz, a? Shu davrlarni eslash uchun ham qaytamiz deb. Yashang, salomat bo'ling. Ana endi sizlarni raqibinglarni taklif qilaman. Ikkinchi komandamiz marhamat. Taniqli xonanda estradamizning Shaddod qizi Nargiz. Vohay, Nargiz. Hey, Nargiz. Yugurib chiqishni ko'ryapsiz. Menimcha Nargiz. Assalomu alaykum ustozlar. Menimcha Nargiz maktabda yo'q, klasskom bo'lgan. Aniq. Aniq, aha. Fizkulturadan ham rosa zo'r qatnashganman. Rasm mazza qatnashgan. Qo'l to'pida ayniqsa. Men baratada turardim, darvozada. Bitta ham to'p o'tkazmasdim. Keyin hattoki o'g'il bolalar o'zining komandasiga futbolga ham taklif qilishganda, Nargiza darvozada turib bering. Uyalmaysanlarmi, o'g'il bolamisanlar deb turmaganman. Bitta ham gol o'tkazmagan bo'lsangiz demaydi. Darvozaga hech kim tepolmagan ekan. Gol ura olmaganda, mana o'tirgandan keyin. To'g'ri. Qizdek ko'rib turgan bo'lsanglar xafa bo'lmaysiz. Yashang, joyiz egallang. Taniqli xonandamiz, latofatli qizimiz Shahnoza Otaboyeva. Assalomu alaykum. Yoshligimizda zo'r bo'lardi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Katta sinfdagilar. Keling. Shahnozaxon, yaxshi kelibsiz, xush kelibsiz. Bugun maktab davrlarini eslaymiz. Shahnozaxon, jismoniy tarbiyada nechinchi bo'lib turardingiz? Ikkinchi. Mana xalq ko'rib turibsizlar o'zingizlar. Ikkinchi turishga Birinchisi bitta Yo'ldoshev Aziz degan bolamiz bo'lardi. Undan keyin men turardim. Siz turarmidingiz? Endi mamza turib turing. Men hozir ishtirokchilarni chaqirib Bo'ldi, xo'p. Ana keyingi ishtirokchimizni taklif qilaman. Gulzoda xonim, Xudoy Nazarova. Marhamat Gulzodaxon. Keling Gulzoda xonim. Assalomu alaykum. Necha yoshingizdan ashula aytishni boshlagansiz? Bog'chadan. Maktabda ham aytganmisiz? Bayramlarda. Birinchi raqslarga tushganman. O'zbekcha raqslar, tojikcha raqslar, keyin maktabimizda ashulachilar ansambliga birinchi raqqosa bo'lib kirganman bu yerga. Keyin katta bo'lgan sari ovozimni eshitib, ashulachi qilib olishgan. Shundan beri ashulachiman. Bo'l, tamom, qarang-da. 8-martga qaysi bachadan siz sovg'a olgansiz? Maktab davriga bo'lardi-ku. Umuman olmaganman. Umuman olmaganmisiz? Qitmir bachalar, ruchkacha, bir bacha. Mana bu qizlar hamma 8-martga devonacha sovg'achalar olgan. Yo'q, olganman. Hozir men sinfdoshlarim yana urishmanglar. Arzon sovg'alar. Arzon sovg'a. Esimdan chiqib ketdi. Esda qolardi. Yo'q, hozir eng qimmatbaho sovg'ani ham unga almashtirib bo'lmaydi lekin. Hazil-hazilu. Salomat bo'ling, qani joyingizni egallang. Ana endi oxirgi ishtirokchimizni davriga taklif qilamiz. Maqom hamda estrada yo'nalishini maromiga yetkazadigan qizimiz Hilolaxonim Hamidova. Marhamat. Keling. Men
Shahnozaga beradigan savolimni Hilolaxonga ham beraman, chunki Hilolaxon o'zlari qo'shiqlari bor, Chinordek bo'ylariga deb, o'zlarini ham bo'ylari Chinordek. Shu nechinchi bo'lib turardingiz jismoniy tarbiyada? Birinchi turarmidingiz? Valloh. Turmush o'rtog'ingizdan bo'yingiz balandmi, pastmi? Baland, to'g'ri. Balandmi? Nechinchi sinfingizdan ashula aytishni boshlagansiz? Men maktabda aytmaganman, 17 yoshimda boshlaganman. Ungacha ota-onangiz Dutor chalganman. Dutor chalgansiz? Necha yoshingizda? Kichkinaligim. Nechinchi sinf bo'lgansiz? Birinchi. Dutor chalgan. Xolam dutorchi bo'lganlar. Dutorchi bo'lganlar. Keyin meni endi qiz bola baribir bir nima bilandir shug'ullansin, bekor yurmasin deb o'zlari o'rgatib, musiqa maktabiga olib kirib qo'yganlar. Yana chaqaloqligimda yig'lasam dutor chalib berardilar, yug'banib qolar ekan. O'shandan quloqqa singan ekanda notalar, yashang joyingiz egallang. Bugun shingil qo'shiqlar eshitamiz. Bugun qiziqarli shartlar bo'ladi, qizlar. Bugungi ko'rsatuvimiz qizishi aniq, chunki qizlar kelgan. U qizlar maktab davrini eslasa qiy-chuv baqir-chaqir bo'ladi. O'g'il bolalar unchalik qizdirmaydi davrani. Endi o'yinimizni boshlashimizdan oldin kelinglar, sizlarga komandanglarga nom qo'yamiz. Kattalardan boshlaymiz, qizlar. Sayyor opa, bugungi komandani kapitani siz deb biz belgilaymiz. Kapitansiz, ha. Komandanglarning nomi nima? Komandamizning oti Mohira opa ayting. Biz bir ovozdan kelishib 8-B sinf deb o'zimizga nom olib maktab davrini eslamoqchimiz. Aha, bu komandamiz 8B guruhi. Haqiqatan ham men B sinfda o'qiganman. Mana B o'qiganman. B sinfda o'qiganman. Qaranglar, ma'lumot o'rnida 8B guruhi deb nom olgan komanda o'zi aslida yoshligida ham, maktab chog'ida ham B bo'lishgan ekan hammaligi. Endi sizlarga o'tsak, sizlarning komandanglarning kapitani kim bo'ladi? Bilasizmi? Hilola bo'lasizmi? Yo'q, Nargiz bo'ldi. Yo'q, Hilola, siz Menimcha siz bo'lishingiz kerak. Chunki siz hamma jim bo'ladi, hamma yakkada ichimizda eng ashulalar Gap gapiradigan qo'ymadinglar. 5A bizning gruppamiz. Chunki 5A sinf, hayron bo'lmanglar. Biz 4-sinfgacha mundoq qilib o'qib kelgan bo'lamiz. O'sha 5-sinfdan aqlimiz tanib, shustrik bo'lib, eslab qolib, ustozlarni, ya'ni ustozlarimizni uylariga sovg'alar qilib olib borib, yaxshi ko'rib, qo'llaridan yetalab yuradigan, endi tushungan paytimiz 5 bo'lgan. Shuning uchun 5-A sinf. 5A. Bu guruhimizning nomi 5A. Mana ko'rdinglar, bugun 5A bilan 8B bellashadi. Hamda birinchi shartimizni boshlaymiz. Hamma bolaligida rasm chizishga qiziqadi, to'g'rimi? Men o'zim shaxsan maqtanish emas-ku, rasmni juda ham chiroyli chizardim. Men eslayman, shu 8-sinfimda Hind aktyori Shohruxxonni chiroyli qilib chizganman-da, chizib uxlaganman. Ertalab mendan vohli turib, Ulug'bek ukam turib, uni olib, yaxshi ko'rgan qiziga borib, "Men chizdim, ol" deb podarka qilyapti, sovg'a. Uni men chizganman, bir kun mehnat qilib chizgan. O'zida joyi bor. Yugurganniki emas, ukajonim buyurganniki bo'lgan. Ulug' xarakteriga o'xsharkan xarakteringiz. O'zingizlar sezib turibsizlar, hozirgi shartimizning nomi rasm chizish bo'ladi. Hammanglar rasm chizgansizlar, to'g'rimi? Lekin rasmdan 2 olgan bolani ota-onasi urushardi, bilasizlarmi? Rasmdan ham 2 oladimi deb, ha? Rasmdan ham 2 olgan bola endi bilmasam. Hamma 5 olganmi rasmni? Mana ko'rib turibsizlar, oldinglarda har bitta komandani oldida hali bo'yalmagan mana shu Zumrad qimmatli rasmi bor. Har bitta komandadan faqatgina 2 ta qizimiz chiqib, suratni bo'yislar 5 daqiqa beriladi. 5 daqiqa ichida chiroyli qilib bo'yashinglar kerak. Shart boshlashdan oldin men sizni so'ramoqchi edim, mana shu Zumrad qimmati hammaga mashhur ertaklar. Sizlar o'zingizlar ertak o'qiganmisizlar yoshligingizda? Albatta, endi maktab bo'lgan. Hozir bolalarga, navaralarga ertak aytib berasizlarmi? Aytib berasizlar? Qizlar, to'g'risini aytsam, men ertakni yoshligimda yaxshi ko'rganman. Hozir ham to'g'risini aytaman, zerikkan paytimda, uyda vaqtim bo'lsa, naviralarimni chaqirib, menga falonchi ertakni qo'yib ber, iltimos YouTube'dan topib deyman. Ertakni juda ham yaxshi ko'raman. To'g'risi, kinolarda men bu anaqalardan ko'ra faqat ertak anaqalarni yaxshi ko'raman. Multiklarni yaxshi ko'raman. Ertaklarni yaxshi ko'raman. Ayniqsa Zumrad va Qimmatni juda ko'p ko'rganman. To'g'ri. Sizlarda kim yaxshi ko'rgan ertakni yoki hozir ham yaxshi ko'rasiz? Siz Zumrad bo'ling, mana opajon somsa deng. Bo'ling, ayting.
Mana opajon somsa. Yo'q, sho'rva yeyman, sho'rva. O'sha ko'rganmiz bizni. Men sizni qimmat ko'rmadim, men sizni yalmog'iz kampir ko'rdim hozir to'g'risini aytsam. Yalmog'izlashadi. Ha, katta bo'lsa yalmog'iz. Kim yana ertaga yaxshi ko'rgan hozirgacha? Har bitta gaplari yodimizda qolib ketgan, hamma joyini eslaymiz. Lekin hozirgi bolalarimiz YouTube, ha? Baqalama Zumrad qimmat qo'yib bering desam, что это deydi. To'g'ri. Endi bugun bolalikka qaytamiz. Mana shu oldingizda turgan suratni 5 daqiqa ichida chizib bo'lishimiz kerak. Keling, kim chizadi sizlarga? Bizda shaxmat Chizib yuboradiganlar bormi? kelishdik. Umidaxon, Irodaxon. Aha, bo'ldi, keling. Kelinglar. Bulardan Umidaxon hamda Irodaxon chizadi. Sizlarni komandangizda kim chiqadi? Chizib yuboradiganlar. Hilolaxon bilan Nargizaxon. Xullas, haqiqiy Zumrad va qimmat. 8 bit tayyormisizlar? 5 a tayyormisizlar? Xullas shartimiz boshlaymiz. Men sizlarni mana bu yoqda zimdan kuzataman. 3 2 1 ketdi. Albatta ha. Biz ham eplolmaymiz. Bizga ham Xolasinglar quvnoq qo'shiq aytib beringlar. Men qo'shiqda ilg'omlanaman. Hozir men bilan turaman. Hey! Tizamda kashtayo, tizamda kashta. Nargiz bilan Hilolga, yo Nargiz bilan Hilolga. Tezroq bo'linglar, bizga ham navbat yetsin. Yetsin. Chaqon chizinglar, 8 chizib bo'ldi ya. Voy God. Chizib bo'ldi. Do'stingdan Ha, sayyorapsan, o'lib keting, ha. Shuni aytar ekan. Eng qiziq har bitta komandada ikkitadan ishtirokchi bo'ldi. Qolganlar ham qo'shilib aralashib ketdi, chunki ozgacha daqiqa qoldi-da. Chunki vaqtda yutishimiz kerak, shuning uchun. Oxiri kelganda patayaga qurchishdi bular. Biz tomoshabinlar o'ylayapmiz, maza qilib ko'rsin, bola shu ulgur chala qoldi-ya deb siqiladigan onalarimiz ko'rishyapti bizni. Vaqt tugadi. Stop. To'g'risini aytganda
bitta asarni chizish uchun ancha vaqt kerak bo'ladi. Lekin qizlarimiz rasm darsidan 5 olishgan ekan. Ikkala komandani ham rasmi juda ham chiroyli chiqdi. Durrang deymiz, durrang. Ikkala komanda g'olib. Barchamiz bolaligimizdan Zolushka kinosini, multfilmini, ertagini ham o'qiganmiz, ham kinolarni ko'rganmiz, to'g'rimi? Ko'rganmizda Zolushka kinosini. O'sha yerda bitta epizodi bor. O'gay onasi qizlarini balga olib ketayotganda, Zolushkaga kelganda vazifa beradi. Guruchchi moshdan ajratgan, keyin borasan deydi. Shunda Zolushkaga kabutarlar yordamga kelib, moshdan guruchchi ajratib berishadi. Bugun o'sha epizodini katta tanaffus ko'rsatuvida takroriy qilamiz, lekin ozgina murakkabroq. Bu yerda faqatgina mosh guruch emas, bu yerda 4 ta dukkakli mahsulot bor. No'xat, jo'xori va boshqalar. Shularni ajratishimiz kerak. Har bitta komandadan ikkita chaqqon qizimiz chiqishlari kerak. Ikkitadanmi? Ikkitadan. To'ralarimiz chiqaylik. Sayyoraxon bilan Mohiraxon chiqadilar. Bu komandadan Shahnozaxon bilan Gulzodaxon. Ko'rib turganinglardek, mana fasol, no'xat, jo'xori hammasidan bor, 4 xil. Shularni ajratamiz. Qolgan kaptarlar qarab tursa, qolasi mabodo yordam bersa ham bo'ladi. 3, 2, 1 boshladik. Mayli, qolgan kaptarlar, yordam beringlar. Ishlagan bo'ladi. Qizlar bilasizlarmi? Mana shu bolalik haqida ko'p qo'shiqlar kuylangani, mana shu ichida meni ko'zim yosh keltiradigani bor-da. Shu Sayyor opamning bolalik qo'shiqlarini eshitsam, uzoq yillar orqaga qaytaman, maktab chog'larimizda. Bittisi qana? Yo'llaringga boshim egay, bolaligim beboshligim, ko'zimda bor yoshim to'kay, sog'inganda bolaligim. Yo'llaringga boshim egay, bolaligim beboshligim, ko'zimda bor yoshim to'kay, sog'inganda bolaligim. Yo'llaringga boshim egay, bolaligim beboshligim, ko'zimda bor yoshim to'kay, sog'inganda bolaligim.
Menimcha Sayyor opani bolalik haqidagi qo'shiqlari hammaga energiya berdi. Qizlar, shartimiz tugadi. Bunda durang g'alaba qozondi. Ura! Ana endi keyingi shartga o'tamiz. G'alaba qozondi. Mana 3-shartimizga yetib keldik. O'zbekimda o'zbek onalari o'z qizlariga nimani birinchi o'rgatishadi? Tikish, bichishi. O'zingizlar bilganingizdek 3-shartimiz bu tikish bo'ladi. Hamma tikishni bilsa kerak, qizlar. To'g'rimi? Albatta bilishadi. Ichingizda eng tikishga ustarog'i ham bo'ladi. O'sha ustarog'idan tanlaymiz 8B. Ichingizda tikishga eng ustasi kimni tanlaymiz? Biz hammamiz ustamiz. Endi to'g'risi hammamiz ustamiz, lekin Umidaga topshiramiz. Men bilardim kiyimlaringizni o'zingiz tikishingizni. Men bilardim. Demak 8B dan Umidaxon tikanlar. Men o'zim start deganda boshlaymiz. 5A dan Gulzoda. Chap qo'lda tiksa ham bo'ladimi? Oyog'ingizni ham tiksangiz bo'ladi. Qiziq tuyulyapti Gulzoda tiksa. Gulzodaxona bo'pti. 5A dan Gulzodaxon tikanlar. Gulzodaxon oldingizga olasiz. Ehtiyot bo'lib qolasanglar, o'rtani ochib qo'ysanglar ham bo'ladi. Tayyorgarlik ko'rib tursanglar bo'ladi. Qizlar 8B 5A. Tayyormisizlar? Shartimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, boshladik. 3 2 1 ketdik. Hilolaxon, sizni komandangizga kuch-quvvat kerak, to'g'rimi? O'shaning uchun chiroyli qo'shiqdan faqat jonli ijro deb siz eshitsangiz. Marhamat. Ana kinordek bo'yinlaring, o'shani aytib bering. Yorimni yo'llariga, ko'z tikdim gullariga, jonimni fido qilay chinorday bo'ylariga. Yorimni yo'llariga, ko'z tikdim gullariga, jonimni fido qilay chinorday bo'ylariga. Yorimning vafosi bor, men kabi zebosi bor. Yorimning vafosi bor, men kabi zebosi bor. Sadoqatli kamtarin, ko'nglida ibosi bor. Yorimni yo'llariga, ko'z tikdim gullariga, jonimni fido qilay chinorday bo'ylariga. Yorimni yo'llariga, ko'z tikdim gullariga, jonimni fido qilay chinorday bo'ylariga. Do'st, yashang. Ovozlaringizni ko'z tegmasin. Qizlar qalay, yaxshi ketyaptimi? Mana sizlarga yordam berib yubordilar Hilolaxon. Bu endi bularga 8B bu qizlarimiz katta qiz bo'lib qolishdi endi. 8B qalaysizlar, yaxshimisizlar? Tuzukmisizlar? Mohir opa. Chiroyli ashula aytsangiz-da. Umidaxonga bitta chiroyli Umidaxonlarga bitta nima deydi? Motivatsiya bo'lsa, motivatsiya bitta chiroyli ashulalaringizni aytib bering. Chidaganlar chiqar taxtga, erishganlar ishqiy baxtga, qomatlarni kalovlatar, vujudlarni ololatar, kitobi o'qimakka, qushdek qo'nar har yurakka, hech qayonga ketmas uchib, kezaverar jonni quchib. Muhabbatni chiqargandir chidaganga, gohi azob, gohi rohat jonu tanga, chidaganga chiqargandir chidaganga. Voy muhabbatni chiqargandir chidaganga, chidaganga chiqargandir chidaganga. Voy muhabbatni chiqargandir chidaganga.
2 1 stop. 5 aniki bu. Sekin ushlang, ushlamay shag'irarkan. Mendan qo'shib bo'lmaydi uni. Faqat qarang, mana buni qo'shing, chunki bu зеленые цветочки, хорошо? Mana bu 8 Beniki bu esa 5 aniki, mana ko'rib turibsizlar. Bu yerda mana ko'rinib turibdi. Binafsha guli, binafsha gul turibdi. Mana ham ko'rdim, binafsha gul. Bularga 5 ball beramiz mana. Ana endi bu 5 aniki. Tele tomoshabinlar ham ko'rib turishibdi, qaysi bir chiroyli chiqqanini. Chiroyli bo'lib, mana yashil bo'lib, gullari binafsha bo'lib. Mamamni pastda bir nimaga chizildi, tepada ramashka. Ramashka hayron, men nima u? Mana nima u turibdi. Bizni yutqizishimiz xohlayapsiz. Yo'q, men xalq bilan mana xalq o'zi turibdi. Siz planshetingizni olib shartni bizga aytib bering bitta. 5 ga 4 ball beramiz. 5 ball. Hozirgi shartimizda 8 b yutdi. Bravo! Mana ko'rsatuvimiz qizigandan qizib boryapti. Bundan ancha yil oldin 1998-yil katta tanaffusni birinchi sonlari efirga uzatilgandi. Mana oradan yana 27 yil o'tib, yana efirda. Ana endi 4-shartga navbat beramiz. 4-shartimiz qo'shiq sharti deb nomlanadi. Bu shartimizda mana qo'limda ikkita konvert turibdi. Bu ikkala konvertda ikkita ustoz san'atkorimiz nomlari yozilgan. Qaysi biri tushsa, o'sha san'atkorimizning qo'shiqlarini battle holatga aytishligi kerak. Kim to'xtab qolsa, o'sha ball ola olmaydi. Xo'p, kimdan boshlaymiz? Qizlar kattalarga beramizmi yoki kim Ustozlar tortib berishadi. Kim qaysi biri mana? Tanlang. Qani? Tanlang, qaysi biri? Aha. Bunisi, bunisi. Mana bunisini tanladilar. Komandani o'ziga qo'yib beraman. Hozir battle bo'ladi. Mana shu san'atkorimizni qo'shiqlarini aytamiz. Bu ustoz san'atkorimiz O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning qo'shiqlarini battle holatida aytamiz. Qani kimdan boshlaymiz? Bir misra biza bir misra Ustozlarimiz boshlab berishadi. Ustozlarimiz boshlab bersin. 8 b boshlab beradi. Marhamat, qani ketdi Yulduz Usmonovani qizil olma qizil olma pishgan ekan. Hey, Siz bo'lib qarasang gul pishgan ekan. Yaxshimsan, yaqinimsan, Gulxanim chaqinimsan. Rashkimsan, taxminimsan, men seni qizg'onaman. Mayda mayda nastarin gul mayda, mayda 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 bunday gul bordir qayda? Ha! Bolalikning ko'chalari ko'zdan o'tar, umr karvon to'xtamaydi, mangu ketar. Bolalikning ko'chalari ko'zdan o'tar, umr karvon to'xtamaydi, mangu ketar. biyoz, dildor biyoz, dilaram rabudi, yor biyoz, ey yor biyoz, dildor biyoz, dilaram rabudi, Kuyor biyo. Nechcha gapirmanga, gap qaytarma gapimga. Ibi ibi demay tojikcha, o'rgangina o'zbekcha. Ersa gapingni, gul kamar yoz bilan. Olma bermusan, olma bersam yermusan. Olma bergan qo'llaringdan aylanay dermusan. Bog' qo'ynida kedarab, bir-biriga sen bir daraxt, men bir daraxt, yillab Yoshki meni sevolsayding, men seni sevgan kabi. Yoshki mehring berolsayding, bahor gullari kabi. Afsonayu ertagingda, yuragimda, hayolimdasan. bog'larda bulbullar yig'lasin mayli, sochlari sumbullar yig'lasin mayli,
bog'larda bulbullar yig'lasa mayli. Yigit yig'lamasin dunyoda. Olov yashar yuragimda alam qani. Bir tasalli yoki yupanch malham qani. Shillasi qaqshatadi ko'klam qani. Qosh qora, ko'zi qora, qalam yili. Etildi. Uch. Yo'q, aytmadi. Etildi. Olma dedilar. Olma etildi. Olma. Uch. Boshqa. Uch. Yonaman, alov bo'lib yonaman. Ay, popniki uzr. Tugadimi? Mixlab qo'yaylikmi? Aziz tomoshabinlar ko'rib turibsizlar. Batilimizda kim yutganini. Yoshlarimiz yutdi, ya'ni 5 a. Katta tanaffusni bular og'ir qo'shiq bilan o'tkazishdi. Katta tanaffusni bu qizlarimiz faqat shu qo'shiq bilan 5 ball beramiz. Bularga 4 ball beramiz. Xafa bo'lmanglar ustoz. Nechiya bo'ldik haligi 5 minut. Ana endi keyingi shartimizga o'tamiz. Ketdik. Mana azizlar, ko'rsatuvimizning eng cho'qqisiga yetib keldik. Eng oxirgi shartimiz. Nomi xotira deb nomlanadi. Xotiralarni jamlaylar, chunki hozir ekran orqali qo'shiqlar ketma-ketligi ketadi. Bu hammasi xalqimizga, sizlarga yodaki bo'lgan qo'shiqlar. Faqat xotiralarda esda chiqarmanglar, esingizda qoldiringlar. Xo'p, oxirida hisoblab chiqamiz. Eslatib o'taman, har bir topilgan qo'shiqqa 1 balldan beraman. O'shaning uchun xotirani yaxshilab ishga solib, ko'proq qo'shiqlarni esda qoldiringlar. Xo'p, tayyormisizlar? Are you ready? Yes, I'm ready. Go! Yondiradi, kuydiradi sanamgina. Qosh qora, ko'zi qora, qalamgina. Seni ko'rgim kelar, yoningda bo'lgim kelar. Men seni yuragingga aylanib qolgim kelar. Oqillar, ikkilar, bir-biriga intizor. Sen daraxt, men bir daraxt. Senin gülüşlerin Senmelagin, appoq bilagin, o'zing keragin, ariza. Biz ketsak yer kengayib qolar, osmonlar ham enkayib qolar. Hayyor yoriman, kelgil yor o'ynaylik. Men seni sevgan yoriman, kelgil yor o'ynaylik. Yuzlari zebo, aybim nede, so'ramasdan. Hayot
osmon Duk urar yuragim seni ko'rsam, duk urar yuragim seni ko'rsam. aylanar yulduzlar aylanar samolar men haqingdagi o'ylar va sen tomon cho'lar ey yashay ana endi kelinglar kattalardan boshlasak a 8B qizlari xotira qanaqa ekan hozir sinab olamiz qani qaysi qo'shiqlar yangradi Yulduz Usmonova, Nasiba Abdullayeva, Nuriddin Haydarov. bitta Yulduz Usmonova, Nasiba Abdullayeva, Nuriddin Haydarov, Muhriddin Xoliqov, Izzat xo'ja guruhi, Shahzod, Sevinch Mo'minova, Alijon Soqov bilan G'ulomjon Yoqubov, Farruh Zakirov, Ziyoda, Shahzod guruhi, Nuriddin akani aytdim. G'aybulla familiyasi G'aybullani eslolmayman, jononani aytgan. G'aybulla, Shohruxxon, Ulug'bek Rahmatullayev, Sevara Nazarxon. Sevara Nazarxon, Sitora guruhi. Sitora. Nechta bo'ldik? 20 ta bo'lishi kerak. Hozir nechta bo'ldi? yana bor. Ku hammasini hozir. Hammasini aytmadinglar, bir ikkitasi qolib ketyapti. Lekin Hozir aytaman. Kimlar chiqdi? Sevara, hozir. Sitora, voy bizniki esimizdan chiqib qoladi tezlatinglar. Xon, Shahzod guruhi. Keyin Nuriddin Haydarov. Aytdim uni. Nuriddin Haydarov chiqdi. G'ulomjon Yoqubovni aytdi. Aytdingiz. Nasiba Abdullayeva. Yo'q, aytildi ular, boshida aytdim. Usmonova. Kim qoldi? Sevara Nazarxondan. Aytdik. Yo, 6 ta bo'lishi yana mumkin bir emas. 2 voy bizniki ham esimizdan chiqib qolyapti. Bitta qog'oz berib yuboringlar, yozib qo'ying. 4 ta qoldi. 3 gacha sanayman. bo'pti oybek bitta bo'sh qog'oz berib yuboring. 1 2 3 ana endi sizlardan 5A dan boshlaymiz. Hammamiz birga. Yo'q, men boshlab olay. Aha, Yulduz Usmonova Sanamgina, aha. Muhriddin Xoliqov Parizod, Yalla ansambli Tohir Sodiqov, G'aybulla Tursunov Janona. Shohruxxonni ham aytib qo'ying. Hozir. Aha. Aytinglar Shohruxxonni. Nasiba Abdullayeva, Nasiba Abdullayeva, Gulmuhabbat, Nuriddin Haydarov. Nuriddin Haydarov, Sitora, Sitora, Ziyoda, Zoda, Ozoda opam. Mana yo'q. Ravshan Namozov, Ravshan Namozov, Ulug'bek Rahmatullayev, Izzatbek Ibragimov, Sevinch va duetda o'sha ikkalasi. Nima? Vohidjon Isoqov. yana Sitora ham bor, sizdamidi? yana bor. Sitora. Endi siz Yana Sitorani men aytdim. Sitorani aytdim. 5 ta qoldi. G'ulom akamdan boshlaymiz. G'ulomjon Yoqubov. Ozodbek Nazarbekov, Sening kulishlaring. G'ulom aka. Keyin Ozodbek Nazarbekov, Shahzod, Shahzod. Shahzod, Bo'ldi, vaqt. 3 Nima o'shinki bu? Ayting. Sanayaptilar-da. bormi? Bo'ldi, vaqt ketdi. Sevinchni meniki deydi buni ayt. Bo'p. Sevinch Qalb bilan topadi. Xo'ja guruhi. Xo'ja guruhi. Aytdim, Izzatbek 2 Ibragimov aytdi. 3 Tohir Sodiqov, Sevara Nazarxon. Shohruxxonni yozdingizmi? oxirida aytdingiz, men 3 degandan ketdingiz. Oxirgi shartimizni natijalarini e'lon qilaman. 8B komandasi 20 ta qo'shiqdan 16 ta qo'shiq topdinglar, 4 ta topolmadinglar. 5A 20 ta qo'shiqdan 18 tasini topdi, 2 tasini topolmadinglar. Bundan ko'rinib turibdiki, 5A g'olib. 5A ga 5 ball beramiz, sizga esa 4 ball beramiz. Молодец. Aziz tomoshabinlar, mana shartlarimiz tugadi. Ana endi oxirgi umumiy hisobni sizlarga tanishtirib o'taman. 8B jamoasi 35 ballni qo'lga kiritdi. Endi yoshlarimizdan iborat bo'lgan guruh 5A guruhi komandasi 38 ballni qo'lga kiritdi. Tabriklaymiz. 8B guruhi taassurotlaringiz haqida gapirsangiz, qani. Nima deysizlar? Qani yoqdimi ko'rsatuv? Bolalikka qaytdinglarmi? Taassurotlar juda zo'r. Bu yerda yutishmas, diydor. To'g'risi bugun mana ancha vaqtdan buyon ko'rmaganlarimizni ko'rdik yaqindan. Maza qildik-a? bolalikka qaytdik, eng muhimi. Bolalikdagi o'sha o'yinlarimizni esladik. Ayniqsa xotira. Hozir buni katta bo'lganing sayin xotira ketadi-da. O'sha o'yin yoqdi menga. Rostdan ham hozir xotiramni sinab ko'rsam,
ancha ketibdi opa. Esdan chiqadigan. Yashaydi. Lekin mana yoshlarimizda hali yaxshi xotira. Omad. Bizlar edik seningdek. Sizlar ham bo'lursiz. Meningdek. Albatta. O'sha gap muhabbat yoshida sal-pal hammamiz ham shunaqa bo'lganmiz-ku. Bular muhabbat yoshida biz hali o'qib terlab pishib yurgan paytimiz, bundalarimiz terlab. O'shaning uchun alochiroq bo'lib qoldik. Uzr so'raymiz. Biz 4ta sinfda bitta xonada o'rganib qolib, endi biz yorug'likka chiqqanmiz. Biz hozir xona qidirish bilan olib boramiz. Xotira bizda kuchliroq. Ayniqsa ustozlarimiz bilan birgalikda bugun juda ham chiroyli bo'ldi. Katta rahmat. Bu ko'rsatuvimizda g'alaba muhim emas, muhimi diydor. Muhimi o'sha bolalikka qaytish, muhimi maktab davrlarini, eng shirin damlarni eslash. Ko'rsatuvimizni sizlarga atagan sovg'alari bor. Sizlarga shularni taqdim qilsak. Marhamat, katta tanaffus ko'rsatuvimizni. Yaxshiyam bu ko'rsatuvni tiklabsizlar. Bu bizning yoshligimizdagi ko'rsatuvlar. Buni bahonasida hozir biz mana qanchadan beri ko'rishmayotgan ustozlarimizni ko'rdik, singillarimizni, san'atkor singillarimiz, rahmat jonim, sog' bo'linglar. Singillarimizni ko'rdik. Buni bahonasida sog' bo'linglar. Ko'rib ko'zlarimiz quvondi. Ustozlarimiz, opalarimiz, singillarimiz, ijodiylarga omad, sog' bo'linglar. Rahmat hammanglarga. Rahmat. Bu esa birinchi o'ringa mana 5A Nortuya sizga. Ro'zodaxon o'zlariga ham o'xshab ketadi. Bu esa mana sizlarga ham rahmat kelganingizga, ishtirokinglar uchun kattakon rahmat. Aziz teletomoshabinlar, mana ko'rsatuvimiz o'z yakuniga yetdi. Keyingi sonlarda ko'rishguncha deb qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.